O'zbekistonda ixtiro do'stlar, mana bu ixtirolarga. Mana shu ixtiro do'stlar, ko'rib do'stlar, bu Spark'ning 3D varianti, mo'qalar. Spark'ning motori mana. Oddiy Spark'ning motori do'stlar. Buni mana qo'yib turib yerga qo'yib ketadi. Mana bu yashig'i bo'ladi. Bega ham yashig' qo'yib oladi. Yashig'i qo'yib olganda O'zbekistonda ixtiro do'stlar, mana bu ixtirolarga. Mana shu ixtiro do'stlar Italiyadan do'stlar, ya'ni 100% kopiya ham bo'ladi, plus qara qochib ketdi. Do'stlar, biz hozirgi paytda bu apparatni do'stlar, bu turetskiy apparat emas do'stlar. Bu Xitoyniki emas. Bu toza o'zimizning o'zbekniki do'stlar. Bekorga aytishmagan do'stlar, bizni vodiy ikkinchi Xitoy do'stlar. Xudo xolasachi Xitoyga ham dam beramiz do'stlar. Italiyaga ham, Turkiya davlatlariga ham kerak bo'lsa ixtirolarimizni dam beramiz. Do'stlar, sizlardan bitta addushi diz like qo'yib, mana shu like qo'yib, podpisatsiya bosib, kommentariyaga do'stlar, mana shu Farhodjon ixtirochi do'stlar. Farhodjon gazini bosdi, bitta bosib oladi do'stlar. Men nima qilib ketyapman? Qaranglar. Mana shu narsani Farhod akam internetda ko'rgan ekan. Bu o'sha Italiyadan qaytadir bor ekan. Shuni olib o'zimizda ixtiro qildi, u ham mana. Ana do'stlar, mana traktor bor, bu traktor Spark motor bu do'stlar, bu Sparkning 3D varianti, mo'qalar. Sparkning motori mana. Oddiy Sparkning motori do'stlar. Sparkning motorida mana meva chevani do'stlar o'qiydigan apparat qildilar. Maşallah. Farhod aka bitta ko'rsatib beramizmi, qanday qilib nima qilishini? Brezentlar yuryapti ana. Lenti ham ishladi. Maşallah. Mana uni ochaylik, kelinglar. To'xtatma. Qaranglar bir. 4 kishi odam. Qo'lni bitta odam boshqarar ekan. Taxminan bir 4 kishi, 5 kishi ishlar ekan do'stlar. Mana. Gaz ber. Bu narsa oldin faqat shu chet elda bor ekan, Ispaniyada, Italiyada bo'lgan ekan. Akamiz internetda ko'rib, shuni ish qildi bo'lib do'stlar, mana shu narsani o'zimizga qildilar. Bo'ldi mana. Yerga qo'yinglar. Mahsulot shuni daraxt atrofiga kirishar ekan 4 kishi. Mana bu narsani qo'yib turib, vibrator berilar ekan, ha? Mana. Daraxt qisiladi. Bu do'stlar meva chevani qarochi 15 sekundda shuni barg hamma yo'qni to'kib qo'yar ekan. Mana. Gaz ber. Maşallah do'stlar, mana narsalarga ixtiro do'stlar. Mana. Bargini 10 sekundda to'kib qo'ygandan keyin mana bu narsa orqali bo'ldi aka. Endi bahani yig'ishtiraylik. Mana. Bitta operator boshqarar ekan qolganlar. Mana. Meva cheva hammasi kelib, mana bu yerga lentaga tushar ekan do'stlar. Lentaga tushgandan keyin qiziq tomoni, buni barglari nima bo'ladi? Mevasi qana bo'ladigan bo'lsa, mana bu apparat bargini ham mevasini ham ajratib olar ekan do'stlar. Mana. Meva baqib o'tdi. Mana uni ichidan barglar hammasi baqa to'kilib ketar ekan. Meva cheva bo'lsa alohida to'ppa-to'ppa bo'ladi. Mana sizlarga ixtiro do'stlar. Maşallah. Bo'ldi. U Sparkning motori bilan ish bityapti. Endi narigini ham ixtiro qilib ekan, yana uyda traktor. Farhod aka o'zini bitta suhbat. Mana orqa sal gaz ber. Mana orqalari ham mana. Bu ham tushadi bu. Tushadi bu. Ya'ni bu bo'shatilar ekan. Bu bo'shatilar ekan, olib tashlab turib, odam kerak bo'lmasa, menda sarturovkaga bitta yashikni qo'yib qo'yib, mana bu yerda o'tirib oladi-da. Mana bu yerda yashig' bo'ladi. Bega ham yashig' qo'yib oladi. Yashig'i qo'yib olganda, yashig'da mevalar tushib turadi. Yashig'i yana mana shu yerga qo'yaveradi. Mevalar ham shu ko'taraveradi. Yashig'i almashtirganda o'zi mana tagidagi ikkinchi yashig'ga tushib turadi. O'zi uni. Keyin yana yashig' qo'yaveradi. Keyin tagi to'lib qolsa, tagini oladi. Ha. Endi bu yerda bodom, yong'oq qoqadigan bo'lsa, mana 4 ta boltni bo'shatadi. Mana sug'uriladi, suv chiqadi bu yoqqa. Katta 200 kilolik, 300 kilolik katta yashig'lar bor, bodom, yong'oqqa. Shu katta yashig'i qo'ysa, u yashig'i
to'ldiraveradi bu yashar. Uni yerga ichga ilib qo'ya olmaydi. Bu o'zi yerga qo'yib yurib ketadi bu o'zi misol. Mana narsani yerga misol buni mana qo'yib turib yerga qo'yib ketadi. Endi bu yerda bog' ichiga kira olmaydi, bu qandoq kiradi degan nimasi shu yerdan turib orqa bolani ham buriladi. Hozir men burib ko'rsatib buriladi. Ha? Orqa bolani ham misol orqa bolani ham burib ko'rsatib beraman hozir. Bu Mayli shu. Ancha mehnat. Mana shu mudi? Yozib. Fotomon ham do'stlar, men qo'yib qo'yganim mana bu narsani Xitoydan olsam, hozir 100% o'zbek ekan do'stlar. Endi o'zim 90% to'g'rilik, sabab qaysidir detallar, gidravlikalar, ishlankalar do'stlar Xitoyda o'sha zapchastlarni olib, nimani qolgan detalni o'zimizda yig'ishgan. Qiziq tomoni bitta sparkni motor bilan ham ishlaydi. Farhod aka, keling suhbatingizni olaylik aka bunga. Mayli. Aka bo'ladi. Bitta suhbatingizni olaylik aka. Aka qancha vaqt ketdi aka shuni qilishingizga aka, to'g'risi. Bunga 6 oy vaqt ketdi. Endi bu ham 6 oy mablag' yo'lidan shuncha vaqt ketdi. Agar mablag' bo'lsa, biz buni tezroq qilib chiqazaman bunaqa narsalarni. Bundan zo'rlarni qilib chiqazaman. Agar hozir ham mana sizga yaqinda qo'lda qoqadiganni qilib chiqazaman. Agar qo'lda oladigan deydiganlarga yelkasiga taqib oladi, motorli bo'ladi. Bu yerda shu richkali bo'ladi, shoqqa shuni tiqadida qaqib ketaveradi, yerga qaqib ketaveradi. Yerga qaqib. Endi buni puli narxini ola olmaydiganlarga. Yana bitta varianti bor. Addenni varianti bor. Manaqa holatda traktorni ko'tiga moslab beraman. Faqat traktorni ko'tida yerga qaqib ketaveradi. Kattaligi mashina daraxtlarni bo'lsa qaqib ketadi. Agar meni bog'im katta, meni darag'im mashinoq, yong'oqlarim shundoq, buni shundan qoqish kerak, kattaligi shundoq deydigan bo'lsa, bularga ham tayyorlab bera oladi. Qarang, bu daraxtni qoqqanda daraxtdagi tomirini urib qo'ymaydimi? Yo'q. Bu Yevropada odamning ishchi kuchi qimmat. Yevropada bu $45,000 dan $65,000 turibdi. Mana shu apparat. Mana bu yer. Mana shu apparat. Bu mashina. Bu traktor hisoblanmaydi. Mana shu apparat $45,000 dan $65,000 turibdi. Agar mana uni narxi 15,000. O'zbekistonda. O'zbekistonda. Do'stlar, mana shu akamning gapi to'g'risi. Sizlardan bitta poddeshga like qo'yib, Farhodjon молодец deb yozinglar do'stlar. Akam ixtirochiga. Nariyada ham aytdim, 4 ta 5 ta ixtirolar bor. Bu ikkinchi video. Kanalimizda undan oldin nariga o'yitda bedori degan apparat traktor ixtiro qilgan do'stlar, uni obzor qilganmiz. Xudo xolasa uni o'zi menimcha temirda pulini gapiradi do'stlar, to'g'risi. Hozir buni tezligi 60 ta 5 ta odam ishlaydi bunda, 60 ta 70 ta odam ishini qiladi. Xo'p, tezligi 2 minutda, 2 minutda bitta daraxtdagi mevani qoqib, yig'ishtirib, bargidan ajratib yashiqlab bo'ladi. Yashiqlab bo'ladi. 2 minut ichida. Qoqib, bargidan ajratib yashiqlab bo'ladi. Buni narx-navo tomonidan ham yoki hamma tomoni qulay. Men o'zim misol servis xizmati, men o'zimda. Hammasi servis xizmatlari o'zimda. Do'stlar, mana qaranglar. Ya'ni stanok haligi oddiy huni qilinmagan, dehqoncha qilinmagan, har bitta detalni do'stlar ko'ryapsizlar, kraskasiga, e'tiboriga, mashinani nimasini ham oddiy kichkina nimadan qo'ymasdan qimmat. Qaranglar, kraskasiga e'tibor qaratinglar mana. Qilingan detallarni o'zi sifati hamma narsani. Men birinchi kelganda bu narsani Turetskiy stanok reklama qilar ekan bilsa dedim, chunki Turkiyada shunaqa borligini eshitganim. Yo'q, bu dedi Oybek aka dedi 100% O'zbekiston mahsuloti. Mana bu narsani bitta ko'ringlar mana. Sifatni ko'ryapsizlarmi? Buni oddiy arzon rezinkada qilsa ham bo'laveradi. Desam, yo'q dedi, biz chiroyli dedi, maksimal dedi, oziq ovqat bo'lganligi uchun
zo'r nimada ishlatibdilar-da, to'g'risi. Bu oziq-ovqatli narsasi. Bunga umuman eski narsa qo'yilmagan. Hamma narsa yangi qo'yilgan. Rabotchi, eski narsa qo'yilmagan. Hatto boloni diskasi-yu, tormozlari ham o'shadan turib orqasini tormozlari ishlaydi shuni. Qara do'stlar. Diskani ham tiniqlarini qo'yib yuboribdilar. O'zi balon ham yangini qo'yib yuboribdilar. Lubboy dalada yuradigan balon qo'yib qo'yibdi. Aka, xudo xolasa. Ha, u dalada. Kechqurunlari ham agar mana shu ikkita daraxt qoldi, uchta daraxt qoldi, qoqib olishim kerak desa, kechqurunlarga ham svetlar bor. Osvejeniyaga kechqurunlarga ham svetlar. Bu bittasi u osvejeniya. Faqat bu yerga tushmaydi, brezentiga tushgani uchun toza yig'ishtirib ketaveradi. Bu brezentini yoritib ketaveradi. Mashalloh. Mana. Do'stlar, sizlardan bitta like paddeshga mana shunaqa ixtirochilarga 15 mingga bo'lsa berib yuborasiz aka. Ha. 15 mingga do'stlar, bitta bo'lsa sizlardan bitta paddeshga to'g'ri. Kim uchundir 15 ming dollar katta summa, lekin do'stlar 500 ta, 1000 ta, 2000 ta daraxti bor fermerlarga do'stlar bu birinchidan pul qimmatli qilmaydi. Mabodo siz 15 ming dollar pulingiz bo'lsa, siz qishloq sharoitida do'stlar, misol uchun o'sha mana voha tomondan, o'zimizni vodiydan bo'ladigan bo'lsa, shuni olib qo'ysangiz, menimcha 5 kishi brigada bo'lib bitta sezonda shunday pulini chiqarib olsalar kerak do'stlar. Hozir meva qoqadiganlar ilgari kunbaga ishlardi. Hozir kilabaga ishlayapti. Hozir chevarlar ham hamma yo'q, aka tushtukka ashnaqaga o'tib olgan. Kunbaga to'lashlar o'tib ketdi, u zamon o'tib ketdi. Misol bitta joyi bag'ini qaqib berish kerak bo'lsa, uni bag'i yo'q odam ham olib, bag'ini hozir bog'i borini qoqadigan paytda pul ishlasa bo'laveradi bunda. Bunda aka nima desa bo'ladi? Mana bag'i imini rosa meva pishgan paytida ishchi kuch topilmaydi. Hammasi rosa qurilishda, ig'da, beg'da, Rossiyada, hamma joyda. Qarab turing, hozir bitta daraxt mevani qoqib yig'ishtirishga kelasiga 1000 so'mdan qoqyapti. Do'stlar, o'zlaring o'zi nima deydi? Mana fleshkani ichi megabayt ishlatsalaring, misol uchun 1 kishi bas, 4 kishi, 5 kishi ham bu apparatni olib, aka-ukalar, to'g'risi, misol uchun 2-3 ming dollardan topib, buni do'stlar o'zi 15 ming emas, akani paddeshga qilish uchun 20 ming dollarga olsangiz ham foydada chiqasiz. To'g'risi, maqsad aka to'g'ri, qaysidir ma'noda tirikchilik qilyapti, daromad ham qilyapti, lekin ko'ryapsizlar, mana shu adirni oldi, tagida qolib ketmasin, shunaqa ixtirochilar do'stlar, to'g'risi. Bularda ham sizcha puli ko'paysin, to'g'risi. Bularda pul ko'paydi do'stlar, yurt puli ko'payadi. Kerak bo'lsa ana Elon Musk, hamma Elon Muskni maqtaradi. Voy, soqqa bo'lsa-chi, O'zbek ham Oybek Musk bo'lib ketadi, to'g'risi. Faqat sizlardan bitta paddeshga shu akamiznikini aka 3000 dan do'stlar 5 ta o'rtaq tashab turib, shuni borib turib bog'iga, o'sha yong'oq bog'iga do'stlar, bodam bog'iga do'stlar, mana sliva bog'i, sliva sezoni keladi, to'g'risi. Sliva bog'iga turib, aka nechta daraxtingiz bor? Har bitta daraxtingiz do'stlar upakovka qilib yashikka solib beraman. Bir kunda 500 ta 500 daraxtni sharaq qaytib qoqib ketaverasiz do'stlar. Eng qiziq tomoni bargini ajratib beradi, mahsulot ajratib beradi. Mana sizlarga 1 yilga qolmay sezonni chiqarib olasizlar. To'g'risi. Buni mana olib keling, mana videoni. Shuni har bitta narsaga ahamiyat qilingan, kichkina narsaga, hattoki shu narsada ham masilonka zavod singari yog'lanadigan nimalari bor. Masilonka singari yog'lab har bittasida xuddi shu nimalarda hammasi shundoq qilib ishlangan. Buni haligi svarka qilib bor, yechintirib, maydalab, xolasa remont qiladigan holatda, xolasa yechintirib hamma holatiga to'g'rilab qo'yilgan. Maşallah. Gidravlikalar ham sovib, filtrlanib, kitobiy bo'lib o'tadi. Xudo xolasa aka, qadrdonlar, sizlardan bitta paddeshga haligi aka-ukalar biznes qilaman, nima ish qilaman, dehqonchilikda mana shu Quva, Andijon, mana Paxtaobod bor, Termizliklar bor, Qashqadaryoliklar bor, haligi gektar yeri bor akalarimizga tashab qo'yinglar. Bitta paddeshga, shunaqa paddeshga qilsalar, xuddi akamizni, shu paddeshga sizlar olishga qurbingiz yetmaydi. Buni ishlashga qurbingiz yetmaydi. Sizdan bitta paddeshga like, podpisatsiya, kommentga kirib, Farhod gazini bosib yozsalar bo'ldi do'stlar. Akam kirib xursand bo'lsam, qancha ko'p like, qancha ko'p komment qo'ysalar, shuncha ko'p shu video qancha ko'p odamga tarqalsa, shu qancha ko'p odam shu mahsulotni sotib oladi aka. Buni sotib oladi, kimdir narigi traktorni sotib oladi do'stlar. Sotib olgandan keyin akami 3 ta 4 ta ixtirosi bor ekan do'stlar. Men 2 ta 3 tasini oldim. Buni alohida video qiling do'stlar. Beda o'raydigan apparat do'stlar. To'g'risi. Tiko'da puliga beryapti. To'g'risini aytib shu Tiko bilibdi, Matizning eng arzon, haligi bozordagi eng arzon Matiz puliga do'stlar, kuniga 500 ming so'm topadigan stanani sotib olyapti, to'g'risi. Bitta paddeshga do'stlar, Farhod aka
Aka, Alloh kuch-quvvat bersin. Qadrdonlar, sizlardan addushi paddeshka do'stlar. Like qo'yib, dehqonchi akalarimizga, soha qilaman akalarga tashlab qo'yinglar. Aka, buni alohida sotaverasiz Sparkimizni? Sotaveramiz, ha. Bu tushunishim bo'yicha bu Sparkda yuk ham toshsa bo'laver ekan deyman, ha? Yuk ham tashiyverasiz, hamma narsa 10 tarafda ham qishloq xo'jaligi hammasini chiqarib qo'yilgan bunda. Traktorda Spark variant ekan, ha? Spark variant. Endi buni alohida telefon qilib so'raysizlar. Sog' bo'linglar.